Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Navbatdagi video darsimizda 16-mart kuni ikkinchi seminar tushgan 42-savol qo'shik ressingover, ikki tomonlama qo'shik ressingover savolni demak tahlilini ko'rib chiqamiz. O'zi ikki tomonlama qo'shik ressingover, trigonometrik organizm bu 25 yanvar kuni o'sha milliy sertifikat imtihonda tushgan edi. O'sha payt YouTube kanalimda buni video yechim qilgan edim. Xo'p, ehtimollik bo'yicha topgan edik. Keyin qo'shik ressingover savolini chuqurroq tahlil qilsak, ehtimollik bo'yicha ikki tomonlama qo'shik ressingoverni aniqlab bo'lmas ekan, lekin individlar soni aniqlab bo'ladi. Xo'p, shuning uchun buni pinetdan yozib chatishtirib topishimiz kerak. Sababi ehtimollik bo'yicha nima uchun topilmaydi? Chunki qo'shik ressingover gametlarning foizi ikkita tomonda har xil bo'ladi. Shuning uchun ham buni ehtimollik bo'yicha aniqlab bo'lmaydi. Shuning uchun bu savolni batafsil tushuntirib bermoqchiman sizlarga. Video yechim qilib albatta ko'ring. Keyingi milliy sertifikat, may oyida bo'ladigan milliy sertifikat imtihonda savol tushish ehtimollik bor. Qo'shik ressingover savollar. Shuning uchun bu savolni yaxshiroq tushunib olishimiz kerak. Xo'p, savolni o'qiyman. Kanakunjut o'simligida mevasining tikonli bo'lishi katta, poyasining qizil rangda bo'lishi, demak katta B. Urug' po'sti chiqib rangda bo'lishi katta B genlarga bog'liq bo'lib, ushbu genlar bitta gonolik xromosomada chala birikkan holda hisslanadi. Demak, chala birikish degani bu albatta ressingover bo'ladi genlar. Xo'p, genlar A, B, D ketma-ketlikda joylashgan bo'lib, A, B, D gametlarning o'sish bo'lishi 30% ga, katta A genlari gamet o'sish bo'lishi 10% ga, katta A va B genlarining o'sish bo'lishi 9% ga. Demak, A va D genlarining o'sish bo'lishi 1% ga teng. Trigonometrik organizm chatishtirilganda 20 mingta avlod olingan. Xo'p, o'zaro chatishtirilgan paytda xo'p, dominant genlar spermiy tarafdan olgan. Shu narsaga ham ahamiyat berishimiz kerak, chunki dominant genlarni demak spermiy bu demak chanchi tarafdan olgan bo'ladi. Dominant genlarni agar ham spermiy ham urug'chi tomonidan olsa agar bundan hosil bo'ladigan qo'shik ressingover gametlari boshqacha bo'ladi. Oldingilarga o'xshamaydi. Shuning uchun dominant genlarni bir tarafdan olsa, dominant genlarni ikki tarafdan olsa, buni qo'shik ressingover gametlari albatta bir-biridan farq qiladi. Shu narsaga ahamiyat berishimiz kerak masala shartida. Xo'p, demak, masalani ishlashni boshlaymiz. Birinchi genlar bilan boshlovchi belgilarni yozib olamiz. Demak, 42-savol. Xo'p, birinchi belgi bu demak, mevasi haqida gap ketyapti. Mevasi demak, tikonli bo'lishi katta A, demak, tikonsiz bo'lishi kichkina B. Hop, ikkinchisi esa poyasi haqida gap ketilyapti. Buni ham albatta yozishimiz kerak, sababi bu uchun ham ball beriladi. 2 ball yoki 5 ball adashmasam. Hop, poyasi haqida gap ketyapti. Poyasining qizil bo'lishi. Hop, katta B. Poyasi oq bo'lishi kichkina B. Uchinchi belgi demak demak, belgini haqida gapirmagan, masalan shartidan o'sha belgini haqida gapirmagan, faqat demak bizada urug' po'sti haqida gapirgan ekan. Keyingisi demak urug' po'sti. Xo'p, urug' po'sti bizada chipor rangda bo'lishi, demak katta B, D genlarga bog'liq va oq bo'lishi kichkina D genlarga bog'liq ekan. Demak, belgilar bilan boshlovchi genlarni yozib oldik. Xo'p, trigonometrik organizm o'zaro chatishtirilgan va bizada ressingover gametlar berilibdi bu yerda. Xo'p, demak, ressingover gametlarni yozib olamiz. Bu uchun buni sal teparoqda yozamiz, bunisi sig'maydi. Demak, urug' rangi chipor bo'lishi katta D, oq bo'lishi kichkina D genlarga bog'liq ekan. Xo'p, va bizada ressingoverdan hosil bo'lgan gametlarning foizini beribdi. Genlar A, B va D ketma-ketlikda joylashgan
berishgan ekan. Kresingur natijasi ustunning gametalari. Demak, katta A, katta B, katta D bo'lgan holatda hop, bu demak bizada 30% tashkil qiladi. Hop, keyingisi faqat A geni dominant holatda bo'lganda Kresingur foizi demak 10% tashkil qiladi. Hop, gametalar A va B dominant holatda bo'lganda hop 9% ga teng. Bu masala shartida berilgan bizada A va D genlar dominant holatda bo'lganda demak 1% ga teng Kresingur gametalari. Hop, demak, endi otonani yozib olamiz. Kichkinaroq yozaman, chunki sig'maydi bizada. Trigitrizigot organizm deyilyapti. Trigitrizigot organizm o'zaro chatishtirilgan. Dominant genlar bir tarafdan olgan, ya'ni o'sha urug' changchi tarafdan olgan. Bu narsaga ahamiyat berishimiz kerak, sababi Kresingur gametalar farq qiladi. Aytganimdek, bu faqat urug'chidan olsa farq qiladi, faqat changchidan olsa farq qiladi. Ham changchi ham urug'chidan dominant genlarni olishi Kresingur gametalar hosil bo'lishiga albatta ta'sir qiladi. Natijada bundan o'silgan gametalar farq qiladi. Hop, bu narsaga ahamiyat berishimiz kerak, sababi bo'lmasa xato qilib qo'yishimiz mumkin. Keyingi sertifikat imtihonlarda bu narsa tushish ehtimoli bor. Shuning uchun ahamiyat berishimiz kerak. Endi hop, Kresingur chalkashishdan o'silgan Kresingur gametlarni topamiz. Demak, buni chalkashishdan 8 ta, buni chalkashishdan 8 ta gameta chiqadi. Demak, men gametlarni o'zini yozaman. Hop, demak, no crossing over gametalari kichkinaroq yozishga harakat qilamiz, sababi bizda sig'maydi. Bu no crossing over gametalari. Hop, A va B genlar crossing over foiz nimasini yozamiz? Chalkashishini. Demak, bu no crossing over keyin yozamiz. Hop. Endi B va D genidagi o'sha Kresingur gametlarini yozamiz. Hop, ana endi qo'sh Kresingur gametasini yozamiz. Demak, 8 ta gameta. Hop, demak, bunaqasi ham bizga 8 ta gameta chiqadi. Demak, sig'dirishimiz kerak. Shuning uchun kichkinaroq yozaman. Chunki trigitrizigot organizm tashkilyapti. Demak, bu urug'chidan, bu erkakdan, ya'ni o'sha changchidan chiqqan gametlarni yozamiz. Sig'dirishimiz kerak. Shuning uchun kichkinaroq yozishga harakat qilamiz. Sig'maydi. Qo'sh Kresingur o'sha video darsim bor. O'sha YouTube kanalimda bemalol ko'rib qanday gameta olsa bo'ladi va agar novdan endi o'rganmoqchi bo'lsangiz video darsimni ko'rib tushunib olsangiz bo'ladi. Bemalol. Hop, ana endi qo'sh Kresingur gametasini yozamiz.
Demek geometrlarni yozib chiqdik. Yani endi pinetni chizamiz. Pinetsiz men ehtimollik bo'yicha buni to'p bo'ladi deb o'ylardim, lekin ehtimollik bo'yicha to'p bo'lmas ekan. Shuning uchun pinetni chizishimiz kerak albatta. Shu narsaga ahamiyat bering, bo'lmasa savollarga xato qilasiz. Xuddi mana shunday ko'rinishda biz demak pinetga joylashtirishimiz kerak avlodlarni va o'sha ota-onani genotipi bilan o'sib bo'lgan gametlar va avlodlarni. Xo'p, demak bu video darsini ko'rishni albatta maslahat beraman, chunki keyingi sertifikat imtihonlarida savol tushish ehtimolligi bor. Chunki bu o'zi 25-yanvar kuni tushgan edi imtihonda. Ko'rayotganingizdek savollar yana qaytib takrorlanmoqda. Shuning uchun demak qo'shiq Kresingover, ayniqsa trigotizigot organizmdan o'sirilgan qo'shiq Kresingoverni yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Xo'p, bo'lmasa imtihonlarda xato qilamiz. Demek ota-onani biologdan yozamiz. Sabab mana buni biza ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Qaysi gen orasida nima berishini. Xo'p, mana buni endi qaytib chizamiz. ikkita, bizada ikkita. Mana bu bittadan tashlab ketamiz. Xo'p. Recessive A,
Resessiv D, dominant D. Endi qo'shib crossingni yozishimiz kerak. 8 ta gametlar bo'lyapti. Hop. Hop, mana endi 64 ta gametlar bo'ldi. Endi crossing over gametlarni foizini yozamiz. Demak, bu no crossing over. No crossing over. Demak, gametlarni ustiga yozishimiz kerak. Shu uchun demak, tepa bilan chizamiz buni. Doska kichik bo'lganligi uchun mana pinit chizish 64 ta gametlarni sal muammo. Shu uchun harakat qilamiz. Demak, no crossing over. Bu A bilan B o'rtasidagi yakka crossing over. Bu B bilan D o'rtasidagi yakka crossing over. Xo'p, bu demak A bilan B bilan D o'rtasidagi yakka crossing over gametlar hisoblanadi. Demak, bu ham xuddi shunday. Demak, bu no crossing over gametlar. Bu A bilan B o'rtasidagi yakka crossing over. Bu B bilan D o'rtasidagi crossing over. Faqat D galar demak almashinadi. Bu esa A bilan B va B bilan D o'rtasidagi qo'sh crossing overni demak gametlar. Xo'p, endi crossing over gametlarni foizini yozib chiqamiz. Hop, bizda dominant 3 ta dominant gen bo'lganda crossing over gametrasi 30% bo'lar ekan. Demak, yozib olamiz. Demak, bu 30%, bu ham 30%. Demak, buni crossing over 60% tashkil qiladi birgalikda. Xo'p, demak, faqat A geni dominant holatda bo'lganda, mana faqat A geni dominant holatda bo'lganda, demak, 10% tashkil qilar ekan. Demak, ustiga yozib olamiz. Demak, A bilan B geni o'rtasidagi masofa 20 marganga ekan. Yoki 20%. Masofasi bu, haqiqiy masofasi emas. Xo'p, A bilan B geni o'rtasidagi masofa, ya'ni A bilan B faqat dominant bo'lishi kerak. Bu demak, bizda 9%. 9 bo'lsa, bu ham 9% bo'ladi. Jami 8% bo'ladi masofasi. Xo'p, ana endi A va D gen dominant holatda, bunday holatda demak, bu 1% ekan. 1%. Demak, qo'sh crossing over gametlari jami 2% bo'ladi. Xo'p, buni ham xuddi shunday yozib olamiz. Demak, no crosslar 30% dan. Demak, 30%, bu ham 30%. Xo'p, faqat demak faqat A geni dominant. Bu demak 10%. Bu yoqqa yozib olgan edik. Bu yoqdan yana bir ko'rib yozib olamiz. Demak, A bilan B geni dominant 9%. Bu ham 9% tashkil qiladi. Demak, qo'sh crossing over A bilan D geni dominant. Bu demak 1% dan. Demak, mana crossing over gametlarni foizini yozib oldik. Ana endi so'ragan narsasi bo'yicha demak topamiz. Hop, crossing over gametlar foizini nima so'raganimizni topamiz. Demak, aslida demak mevasi tikonli bo'lishi kerak. Hop, mevasi tikonli bo'lishi uchun dominant A bo'ladi. Qo'yasi qizil bo'lishi kerak, dominant B va urug' po'sti oq bo'lishi kerak, resessiv D.
Endi pinetda bundan nechta borligini ehtimolli bo'yicha topamiz. Demak, bundan 3 ta, bundan 3 ta, bundan 1 ta. Demak, bundan 9 ta bor pinetda. Topoldik. Ya'ni endi shu 9 tani pinet ichidan qidirib topamiz va foizini yozamiz. Xo'p, faqat A bilan B dominant bo'lishi kerak. Demak, mana bu yerda B ham dominant, bu qatorda yo'q. Xo'p, mana bu qatorda bo'lishi mumkin. Xo'p, bu yerda D dominant, bu yoqda yo'q. Demak, bu yoqda D dominant, bu qatorda ham yo'q. Xo'p, A bilan B bizda faqat dominant bo'lishi kerak. Demak, mana bu A'sida buni olamiz. Krasinger foizlarini keyin yozib chiqamiz, o'zicha to'p chiqamiz. Demak, bu yerda yo'q. D'da dominant, demak bu yerda yo'q. Bu qatorda yo'q. Bu yerda D dominant, demak mana bu qatordan qidiramiz. Bu yerda D dominant. Xo'p, A demak bu qatorda yo'q, bu qatorda ham yo'q. Bu qatorda ham yo'q bizda. Demak, mana bu qatorda bor. Xo'p, bu yerda D dominant, demak bu qatorda ham bor. Demak, bu yerda A, bu yerda B dominant. Demak, mana bu yerda A bilan B dominant. Demak, mana bu yerda bor bizda. Keyingisi Xo'p, D dominant. Demak, mana bu yerda ham bor. Xo'p, demak, bu yerda ham bor. Demak, A bilan demak bu yerda yo'q. Xo'p, mana bu yerda ham bor. Biza pinet için to'ldirishimiz kerak. Men faqat Krasinger gammetlarni foizini yozib chiqaman. So'ragan avlodda maksimal ball olishimiz uchun pinet ichini ham to'ldirishimiz kerak. Ya'ni genotipini yozishimiz kerak farzandni. Xo'p, bu yerda D dominant, bu yerda ham D dominant, bu yerda demak qidirib ko'ramiz. Bu yerda yo'q, demak bu yerda ham yo'q. Bu yerda yo'q, demak mana bu yerda bor ekan. Bitta. Xo'p, mana bu yerda demak bitta bor ekan. Demak bu yerda yo'q, bu yerda ham yo'q, bu yerda ham yo'q. Jami sanaymiz endi nechta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta. Demak mana 9 tani to'p oldik. Ana endi Krasinger foizlarini yozib chiqamiz. Demak, 9 kira 30, 270 taqsim 100, 2,7% bo'ladi bu. Xo'p, mana buni yozamiz. Xo'p, 9 kira 90, 90 taqsim 100, 0,9% bo'ladi. Bu yerda demak, qo'yib bo'lsa 0,1% bo'ladi. Xo'p, demak 270 2,7% bo'ladi. Bu yerda 90 0,9% bo'ladi. Xo'p, bu yerda 81 0,81% bo'ladi. Xo'p, demak 9 kira 1 9 0,09% bo'ladi. Keyin jamisini qo'shib chiqishimiz kerak. Xo'p, demak 10 bo'lsa agar 0,1% bo'ladi. Xo'p, bu esa 9% bo'lsa agar 0,09% bo'ladi. Mana to'p chiqdi. Endi jamisini qo'shamiz. Xo'p. Demak 2,7 qo'shilgan. 2,7 qo'shamiz. 0,9 80 qo'shilgan. Xo'p. 1 qo'shilgan. Hammasini qo'shib chiqib, keyin jami yeliklar sonini topishimiz kerak. Xo'p, jamisini qo'shib chiqsak, 8,39% chiqishi kerak. Agar qayerda xato ketmagan bo'lsa, hisoblashimda. Xo'p, demak, ana endi 100%imiz, demak, bizda 20 ming bo'ladi. 8,39%imiz qancha deb topishimiz kerak. Xo'p, natijada bizda 1678 ta chiqadi. Vasini javob. Demak, B'sida nimani so'ragan? B'sida mevasi tikonsiz deyilmoqda. Tikonsiz bo'lsa kichkina a, poyasi qizil, katta B, urug' po'sti, demak chipor rangda deyapti, demak katta B. Demak, bunda ham demak 3 ta 9 ta bo'lishi kerak netda. Xo'p, ana endi buni ham B'sida 9 tadan topamiz. Endi B bilan D'dan ham bo'lish kerak.
Ko'rayotganimizda ikkala tarafda Helsingor foizi har xil bo'lganligi uchun buni ehtimollik bo'yicha topolmaymiz. Mana o'sha 25 yanvar kuni imtihonga tushgan savolni ehtimollik bo'yicha topib bergan edim. U yo'lda sal xato qilgan ekanmiz, shuning uchun YouTube'da u video darsini o'chirdim qaytib. Xo'p, buni yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Pinetdan mana shunday topib, hisob kitobni tezroq amalga oshirib, imtihonni tezroq ishlab, bemalol vaqtdan ursak bo'ladi. Xo'p, bu yerda A dominant, bu yerda yo'q. Mana bular orasidan qidirib ko'ramiz. Bizda B bilan D dominant bo'lishi kerak. Demak, mana bu kiradi. Sonlarni topib chiqamiz birinchi. Xo'p. Demak, bu yerda yo'q boshqa. Mana bu yerda. Demak, B dominant bitta. Demak, bu yerda A dominant. Xo'p, 3 ta 4 ta. Demak, işte. Xo'p, qaytib ko'rib chiqamiz xato qilmaslik uchun. Demak, kiradi. Demak, mana buni olmaymiz chunki dominant A bo'lar ekan. Demak, 4 ta. Endi bu qatorda dominant A bor, bu qatordan dominant A bor. Mana bu qatordan qidirib ko'ramiz. Demak, xo'p, mana bu kiradi. Xo'p, bu qatorda yo'q, bu qatorda yo'q. Bu qatorda demak yo'q bizda. Demak, mana bu qatorda bor. Demak, bu yerda ham A dominant, mana bu qatordan qidirib ko'rishimiz kerak. Demak, mana bu kiradi. Demak, A dominant. Mana bunisi kiradi. Xo'p. Demak, bu kirmaydi. Xo'p, bu ham kirmaydi. Endi sanab ko'ramiz. Qancha topdik? 1 2 3 ta 4 ta 5 ta. Xo'p, 6 ta 7 ta 8 ta 9 ta. Bizda o'zi 9 ta chiqishi kerak edi. Buni topib qo'ygan edik. Endi Helsingor foizdan topib chiqamiz. Demak, 300. Xo'p. Demak, bu 3% bo'ladi. Adashmasam. Foizni topganda. Xo'p, 100 bu 1% bo'ladi. Bu 3% bo'ladi. Demak, mana bu 90 demak 0,9% bo'ladi. 0,1%. Xo'p, demak, qatorda yo'q, mana bu qatordan topamiz. Demak, 90,9%. Xo'p, mana bu yerda 9,9%. Demak, bu qatorda 10% bo'lsa 0,1%. Demak, 1%. Bu yo'lda 9 bo'lsa 0,9% bo'ladi. Qayerda xato qilmagan bo'lsam, demak, to'g'ri ishladik. Ana endi demak, jamisini qo'shib chiqishimiz kerak tenglarni. Demak, 3 plus xo'p. Demak, bu yerda 3 plus 1 plus 0,9 plus 0,1 plus xo'p. 9 plus demak 0,1 plus 0,9. To'g'ri so'rata tashlab ketamiz. Chiqamiz 1 2 3 4 5 6 7 8. Demak, qaysi sonini biz tashlab ketdik? 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Demak, 3 3 1 xo'p 0,9 0,1 3 3 1 xo'p 0,9 0,1 xo'p 0,9 0,09 2 0,9 tashlab ketamiz. Mana bu yerda 0,9, mana bu yerda 0,9, 0,9. Xo'p, mana bu yerda bitta sanab ko'raylik. 1 2 3 4 5 6 7 8.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu yo'ldan bittasini tashlab ketamiz. Xo'p, qaytib ko'ramiz. 2,7. Xo'p, 2,7, 2,7, 0,9, 0,81, 0,1, 0,09, 0,1, xo'p, 0,09. Qaysi sonda tashlab ketdik? Bergan. Xo'p, qaytib yozamiz buni. Xo'p, aslida 2,7 to'g'ri ketma-ketlikda yozishimiz kerak edi. 9, 0,1, 2,7, 0,9, 81, 0,09 plus hop 0,1, 0,09. Hop, ana endi sanab ko'ramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ana endi 9 ta bo'ldi. Bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Strukturada bitta sonda yoki bitta gametani tashlab ketsak, savol xato chiqadi. Shuning uchun shunday sanab turib, buni to'g'ri ishlashga harakat qilishimiz kerak. Xo'p, demak bu jami qo'ysak 9,8% chiqar ekan. Ana endi demak 100%imiz demak 20 ming bo'ladi. 9,8%imiz. Xo'p, 1836 ta bo'lar ekan. Demak, beshinchi bu. Sesida A va D genlar orasidagi haqiqiy masofani aniqlang deyapti bizda. Ana endi bu uchun haqiqiy simbollarni haqiqiy masofani topishimiz kerak. A bilan B gen o'rtasidagi haqiqiy masofani aniqlashimiz kerak. A bilan B geni bizda 20% edi. Hop, amaliy qo'shimcha simbol 2% tashkil qiladi. Mana yozib qo'yamiz. Amaliy qo'shimcha simboli 2%. Masofaga amaliy qo'shimcha qo'shsa agar foizini haqiqiy masofa kelib chiqadi 22%. Bu haqiqiy masofasi. Haqiqiy masofa. Hop, ana endi B bilan D geni o'rtasidagi haqiqiy masofani topishimiz kerak. Demak, B bilan D geni bizda 18%. 18 ga qo'shamiz 2%ni, demak 20% bo'ladi. Bu haqiqiy masofa. Ana endi genetik xaritani chizamiz. A bilan B, B bilan D. Demak, A bilan B o'rtasidagi masofa bizda A bilan B geni o'rtasidagi genetik xaritada masofa 22%. B bilan D geni o'rtasidagi masofa 20%. Hop, ana endi A bilan D geni o'rtasidagi masofa 22. Demak, 20 ga 22 ni qo'shamiz. 42% bo'ladi yoki 42 marganida bo'ladi. Bu javobi. Demak, demak bu 42% bo'ladi. Demak, A va D geni o'rtasidagi masofa 42% ekan. Javob 42 bo'ladi. Javob 42 bo'ladi. Xo'p, ana endi D-sidan nimani so'ragan? No crossing kichkina yozishga harakat qilaman. Bo'lmasa bizga do'stlarimiz sig'maydi. Xo'p, bizda D-sida no crossing gametlardan o'sgan avlodlar soni aniqlangan deyapti. Demak, mana bu yerda no crossing 60%, bu yerda no crossing 60%. Jami demak, no crosslar 4 ta netda avlodlar. Demak, mana shuni crossing foizini qo'shib chiqishimiz kerak. Hop, qo'shib chiqadigan bo'lsak, demak 0,6, 0,6, 60% dan no crosslarning foizi barobar 0,36
foiz bo'ladi. Bu no cross alumni. Ana endi demak 20 mingni 0,6 ga ko'paytirsak 7200 bo'ladi. No crossdan o'sib qo'yilgan alud. Xo'p, mana hammasini so'ragan avlodini topdik. Xo'p, o'ylaymanki tushunarli bo'ldi. Faqat o'sha ikki tomonlama qo'shiqda senior savollardan tashqari boshqa barcha savollarni ehtimollik bo'yicha topsak, ehtimollik bo'yicha osonroq topsak bo'ladi bemalol. Faqat bitta shu ikki tomonlama qo'shiqda seniorda gametralar foizi turlicha bo'lganligi uchun ikki tomondan buni ehtimollik bo'yicha topa olmaymiz. Bo'lmasa xato qilib qo'yamiz. Javobda xato qilamiz albatta. Shuning uchun buni pinetga joylashtirib, mana shunday topib, tezroq yechim qilishga harakat qilishimiz kerak. Xo'p, o'ylaymanki savolni tushuntira oldim deb. Agar video darslarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, Telegram va YouTube kanalimga a'zo bo'ling. Telegram kanalimda yangi yozma savollar va yechimlarni berib boryapman. Yangi testlar berib boryapti. Xo'p, YouTube kanalim va Telegram kanalimga a'zo bo'ling. Ko'proq do'stlar bilan ulashing, ko'proq demak like bosing. Bu bizlar uchun albatta katta motivatsiya bo'ladi. Xo'p, yaqinda 4-may kuni bo'ladigan milliy sertifikat imtihoni uchun onlayn darslarni tashkil qilyapman. Ko'pchiligi talab va taklifiga binoan. Xo'p, 24-martgacha demak bizda qabul bo'lyapti. Onlayn dars bo'yicha shaxsan darsni o'zim o'taman. Tezroq va qisqaroq yechim qilishni o'rgataman sizlarga. ATF, DNK, organik, genetika, xullas biologiyada siz qiyin deb bilgan barcha biologiya masala qismlarini o'sha video yechim qilib beraman. Video dars qilib tushuntiraman. Demak, bemalol Telegram profilimga demak yozib onlayn darslarimga qatnashsangiz bo'ladi. Xo'p, demak, qanaqadir savollar va takliflaringiz bo'lsa, bemalol YouTube va Telegram kanalimga a'zo bo'lib berishingiz mumkin. Vaqt to'p harakat qilaman javob berishga. Aytganimdek 24-martgacha onlayn dars uchun demak ro'yxatga olish bo'ladi. 24-martdan boshlab shaxsan onlayn darslarni boshlayman. 4-maygacha davom etadi. Albatta o'sha siz qiyin deb bilgan biologiyadan masalalar oson usulda yechim qilinishi o'rgatiladi. Xo'p, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Avicenna Education o'quv markazi asoschisi Quvondiq Hamroyev, doktor Avicenna. E'tiborlaringiz uchun rahmat.